Do'st Murodjon, shunaqa gaplar deng. Ha, shunaqa gaplar bizda. Shaharda ishlar qanday, do'st Murod? Ishlar yaxshi. Zo'r. Yuribmiz ishlab, hamma sharoitlar bor. Shu shaharda ham shu bodiq havoni bilishadimi yo bilishmaydimi? Qiziq gapirasan-da, do'stlar. U katta shahar bo'lsa, bu kichkina qishloq bo'lsa, qayerdan bilsin uni? Bizning qishloq kichkina qishloqmi? Kim aytadi bizni qishloqda kichkina? Endi u shaharda oldida bu kichkinada. Bilsalaring, u yerda katta imoratlar bor. Ya odamga yomon alam qilar ekan. Rost. Shunday bodiq havodagi qishloqni bu shahardagilar bilmasa. Menda bitta fikr bor. Xo'sh, mana bizda misol uchun tandir kabobdi. Tandir go'sht. O'sha tandir go'shtimizni o'zidan u shahar bodiq havoni bilish kerak. To'xta do'stim. Shu mana shaharda ko'p internetga kiraman-da. Kompyuter internet kirganda har xil milliy taomlar, shunaqa bir yangiliklar internetda bor-da. Ha. Shuni bir tandir qilib, tandirni tayyorlanish jarayonini shunday bir nima deydi, rolik deydimi? Rolik qilib o'sha internet deganiga joylaysan. Bo'ldi do'stim. Sizlar aytdilaring, endi albatta qilaman. Qo'lingdan keladi, ha? Bo'lmasa biz shaharda nima qilib yuribmiz? Qoyil. Echkisi seni bo'yningdan. Mendan ketsa ketsin, tuzim mendan. Tosh qo'llarimni bir cho'zsam, qo'limga qo'nar quyosh. Aziz internet shaydolari, mana o'zingiz ko'rib guvohi bo'lib turibsiz. Biz hozirgina bodiqhavochi tandirni tayyorlash ishlarini olib bormoqdamiz. Hozirgina biz echkichamizni so'ydik. Echkichamiz bir 15 kilocha go'shtlar qiladi. Qolgan ishlarini tomosha qilasiz. Yana nima deyish kerak edi? Hali siz keling, men gapira olmayapman. Adashib ketyapman-da. Nima siqin? Tandirni tushunmayman-da. Qo'sh botib turibsiz? Ha, siz borib oldingizmi? Ha, keldim mana. Choqni ham oldim. Hurmatli. Ya qiyin ekan-a? Ya gapirish qiyin ekan, lekin mana echkini so'yib, maydalab olib keldi. Endi mana bu joyini hozir mana telefonga tasvirga olyapti-ku. Endi bundan buyog'ini mana Madaminjon tushuntirib beradi. Endi bundan keyin nima qilinishini. Bu so'yilgandan keyin nima qilinadi? Go'shtni menimcha hozir tuzlaydi hozir. So'yilgandan keyin mana bu maydaladik. Endi buni tuzlaymiz yaxshilab. Tandirga moslab. O'zi tuzlab tashlayapsiz? Ko'proqni. Keyin archalarni qo'yib, archalar qo'ygandan keyin tandirga bosiladi. Tandirga bosilgandan keyin chiroyli bir tandir ko'p chiqadi. Bog'ni qilgan ekan san'atidan gulga makon, tokinim
nafas tashlab o'tsa shamol indama Archa qo'yilib bo'ldi. Narcha qo'yilib bo'ldi endi buni. Qo'yamiz. O'pka jigar olib berib bering. Ha, mana. Ha. O'zi o'sha joyda. Endi bu yigitlar, Ha. bu mana bu tandir go'sht jarayoni-ku juda chiroyli bo'ldi. Faqat sizlar bu choponni ham yetmadilaring qishloqda. Qanday bo'ladi bu? Ha, bu bizni milliy kiyimimiz-ku. Bu milliy usti bosh deyiladi. Nima chopon kiyganlaringiz esdan chiqdimi? Qishloqqa borganda sal bolalar ko'rsa. Qishloqqami, shahargami? Shaharga. To'g'ri gapirishdi bu joyda. Aslan ko'rmagan shaharlik. Ko'rmayapsiz mana yomg'ir yog'yapti. Sizlarda bormi shunday yomg'ir? Simga teramiz. Simga tergandan keyin chiroyli qilib keyin tandirga borib bosamiz. Sochimda oq men bahordan o'tindim Uglamayim ko'kingdan bir chimdim Qor qo'ynidan zo'rg'a senga yetildim Ko'klamayim ko'kingdan bir chimdim Qor qo'ynidan zo'rg'a senga yetildim Ko'klamayim ko'kingdan bir chimdim Sen keltirgan so'zingdan aylanay Sumalakli o'zingdan aylanay Dalamda asrab yuray ko'kni men to'yib ko'zga suray ko'kni men yana senga yetamanmi yo'qmi men ko'klamayim ko'kingdan bir chimdim yana senga yetamanmi yo'qmi men Ko'klamayim ko'kingdan bir chimdim Seni keltirgan so'zingdan aylanay Sumalakli o'zingdan aylanay ota makonim, onajon o'lkam. O'zbekiston, jonim to'shay soyangga. Senday mehribon yo'q, seningdek ko'rkam. Rimni almashmasman beda poyangga. Bir go'sha suv bo'lsa, bir go'sha qirlar. Qancha yurtni ko'rdim, qancha taqdirlar. Qayga borsam suyab, boshni tik tut deb
tog'laring izimdan ergashib yurar. Ko'rdim suluvlarning eng faranglarin. Yo xudbinman, yo bir sodda kasman men. Parijning eng go'zal restoranlarin bitta tandiringga almashmasman men. Na gapga ko'naman, na til bilaman. Ko'zdan uyqu qochdi, dildan halovat. 3 kunda sog'insam nima qilayin? Chala qolar bo'ldi hamma sayohat. Bildimki, baridan ulug'im o'zing. Bildimki, yaqini shu tuproq menga. Bahorda Baxmalda tug'ilgan qo'zing arab ohusidan azizroq menga. Sen bilan o'tgan har kun bayram, bazm. Sensiz bir on qolsam rahmim keladi. Seni bilganlarga qilaman ta'zim. Seni bilmaslarga rahmim keladi.